Real Madrid bu yilgi 4-El Clasico'da ham Barselonaga mag'lubiyatga uchradi. Bu yilgi mavsum Real Madrid uchun juda omadsiz keldi. Afsuski, Ancelotti jamoasi bu yilni titulsiz yakunlashi mumkin. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati finalini nazarda tutmaganda. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali va biz uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana qaytdik. Aziz do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham jamoamizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Hali g'alabali o'yinlarimiz oldinda. Bugun biz sizning e'tiboringizga kechagi o'yindan keyingi eng qiziqarli xabarlarni sizga taqdim etamiz. Boshladik. Like bosib qo'yishni unutmang. Ancelotti Barsadan uchralgan alamli mag'lubiyat sababini aytdi. Bellashuvdan keyin Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti mag'lubiyat sababini ochiqladi. Biz yaxshiroq himoyalanishimiz kerak edi. Bu galgi uchrashuvda himoyada juda yomon o'ynaganimiz ochiq ko'rinib qoldi. Biz raqib to'p kiritgan pallalarda ularga qulay vaziyatlarni o'zimiz taqdim etdik, dedi Carlo Ancelotti. Ta'kidlash lozimki, Real Madrid rahbariyati Carlo Ancelotti bilan hamkorlikni muddatidan oldin to'xtatish bo'yicha bir qarorga kelib bo'lgan. Italiyalik mutaxassis o'rnini Bayernda muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan Xabi Alonso egallashi aytilmoqda. Real Madrid yangiliklari Telegram kanalimizga barchangizni taklif etib qolamiz. Bu yerda siz Real Madrid haqidagi eng qiziqarli xabarlarni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Gollarni ham muntazam ravishda joylab boramiz. Telegramga o'tish manzili kommentariyada. Real Madrid muxlislari klubda debyut qilgan futbolchiga haqoratlar yo'llashdi. Real Madrid muxlislari Klasikoda xatoga yo'l qo'ygan Vinger Viktor Munyosni haqorat qildi. Madridliklar La Liga 35-turi doirasida Barselonaga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Kastiliyadan 21 yoshli Munyos Realning asosiy jamoasidagi debyutini o'tkazdi va o'yinning 87-daqiqasida Vinicius Junior o'rniga maydonga tushdi. 89-daqiqada Munyos Barselona darvozasiga Chesney bilan birga bir chiqib hisobni tenglashtirishi mumkin edi, ammo u darvozani aniq nishonga ola olmadi. Final hushtagidan so'ng Vinger maydonni yig'lab tark etdi. O'yindan keyin Munyos Real Madrid muxlislari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda haqoratlarga uchradi. Shu sababli u o'z postlariga izoh qoldirishni to'xtatishga majbur bo'ldi. Mbappe Realdagi debyut mavsumida eng ko'p gol urgan futbolchiga aylandi. Kylian Mbappe Real Madrid safida rekord o'rnatdi. Hujumchi La Liga 35-turidan o'rin olgan Barselonaga qarshi bahsda hat-trickga erishdi. Natijada fransiyalik futbolchining Madrid klubidagi gollari 39 taga yetdi. U Realdagi debyut mavsumidagi gollar soni bo'yicha avvalroq Cristiano Ronaldoni ortda qoldirgandi. Klasikodagi gollardan keyin esa Mbappe mutlaq rekordchiga aylandi. Xabi Alonso Real Madrid bosh murabbiyi. Xabi Alonsoning Real Madrid bosh murabbiyiga aylanish masalasi hal bo'ldi deb xabar beradi Fabrizio Romano. 43 yoshli mutaxassis va Madrid klubi 2028-yil yozigacha mo'ljallangan shartnoma borasida kelishuvga erishdi. Alonso Real Madrid bosh murabbiyligiga klublar o'rtasidagi jahon chempionati oldidan qo'shiladi. Avvalroq ispaniyalik mutaxassis Bayernni tark etishni rejalashtirgandi. Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Sizningcha Real Madridda nimalarni o'zgartirish kerak? Xabi Alonso Realni boshqara oladimi? Videoga 300 ta like yig'sak, yana yangi video taqdim etamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.